50 yoshdan oshganlar uchun har bir kun qimmatbaho. Har bir nafas oltindan aziz. Ammo tanangizda yashirin dushman jimjitlikda harakatlanmoqda. Sog'lom deb hisoblanganlar to'satdan yurak xurujidan yoki saraton tashxisidan yiqiladi. Oddiy charchoq qon aylanish muammolari bo'lishi mumkin. Bu xavf-xatarlar har kuni iste'mol qiladigan foydali ovqatlardan kelib chiqishi mumkin. Siz o'zingizga e'tiborli bo'lasiz deb o'ylaysiz. Ertalab odatiy nonushta, sariyog'da qovurilgan omlet, pishloq, issiq non va choy. Mazali, ammo bu taom tanangizni zaiflashtirishi mumkin. Omlet yuragingiz va qon tomirlaringizga zarar yetkazuvchi xavf ramzi bo'lishi mumkin. Biz sizni qo'rqitmoqchi emasmiz, balki ko'zingizni ochmoqchimiz. Bu omlet haqida emas, balki sog'ligingiz va umringiz haqida. Bugun biz omletdagi xavf-xatarlarni, 50 yoshdan keyingi tana o'zgarishlarini va sog'lom yashash yo'llarini ko'rib chiqamiz. 5 ta muhim mavzu: qarishni tezlashtiruvchi ovqatlar, metabolizm sekinlashishi, omlet tarkibiy qismlarining yurakka ta'siri, omletni sog'lom qilish va eng yaxshi nonushta variantlari. 50 yoshdan keyin metabolizmning sekinlashishi. 50 yoshda tanangizning metabolizmi, ovqatni energiyaga aylantiruvchi olov, sekinlashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, metabolizm har 10 yilda 1-2 ga pasayadi. 30 yoshda 2000 kaloriya yondirgan bo'lsangiz, 50 yoshda bu 1800-1900 kaloriyaga tushadi. Ammo ko'pchilik yoshlikdagi kabi katta porsiyalar, boy omletlar va shirinliklar iste'mol qilishda davom etadi. Natija: ortiqcha kaloriyalar yog' sifatida, ayniqsa bel atrofida to'planadi. Ortiqcha kaloriyalar jigar yog'lanishiga, qon tomirlarining tiqilib qolishiga va insulin sezgirligining pasayishiga olib keladi. Bu esa diabet, gipertoniya va yurak kasalliklari xavfini oshiradi. 50 yoshdan keyin mushaklar har 10 yilda 3-8 ga kamayadi. Sarkopeniya bu kuch, muvozanat va hayot sifatiga ta'sir qiladi. Kuniga tana vazningizning har kilogrammiga 1-2 protein iste'mol qilish tavsiya etiladi. Omletdan tashqari baliq, tovuq, loviya yoki yong'oq kabi muqobil protein manbalarini sinab ko'ring. Omlet tarkibidagi moddalar va ularning yurak-qon tomir tizimiga ta'siri. Omlet bu shunchaki taom emas, har bir tarkibiy qism o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Tuxum asos bo'lsa, sariyog', pishloq va kolbasa ta'mni boyitadi. Ammo ular yuragingiz va qon tomirlaringizga qanday ta'sir qiladi? Sariyog'. Bir osh qoshiq sariyog'da 7 to'yingan yog' bor. Bu yomon xolesterin, LDL-ni ko'taradi va arteriyalarda plitalar hosil bo'lishiga yordam beradi. Bu aterosklerozga olib keladi. 50 yoshdan keyin bu jarayon infarkt yoki insult xavfini oshiradi. Pishloq. Omletning ta'mli qismi, ammo pishloq, cheddar, parmezan, tuz va to'yingan yog'larga boy. 30 pishloqda 100-150 natriy bor. Bu qon bosimini ko'taradi, yurak va buyraklarga zarar yetkazadi. Kolbasa yoki bekon. Tuzi, nitratlari va konservantlari bilan bu ovqatlar yurak kasalliklari xavfini 42 oshiradi va qon tomirlarini tiqadi. Omletni sog'lom qilish yo'llari. Omletdan voz kechish shart emas. Tuxum protein, B12 vitamini va muhim mikroelementlarga boy. Asosiysi, uni to'g'ri tayyorlash. Tuxum tanlash. Organik yoki ochiq joyda boqilgan tovuq tuxumlarini tanlang. Bir omlet uchun 1-2 ta to'liq tuxum va 2-3 ta tuxum oqi ishlatilsa, xolesterin miqdori kamayadi. Yog'lar. Sariyog' o'rniga zaytun yoki avokado yog'ini qo'llang. 1 choy qoshiq zaytun yog'i yetarli. Sabzavotlar. Ismaloq, pomidor yoki qovoqcha qo'shing. Bu tolalar va antioksidantlarni oshiradi. Pishloq va go'sht. Kam yog'li pishloq, feta, mozzarella va 20-30 miqdorida ishlatish. Kolbasa o'rniga tovuq yoki losos go'shti qo'shing. Muvozanat. Tuxumni haftada 3-4 marta iste'mol qiling. Boshqa protein manbalarini ham kiritishni unutmang. 50 yoshdan keyin eng sog'lom nonushta kuningizning asosi. 50 yoshdan keyin u nafaqat energiya beradi, balki sog'ligingizni mustahkamlaydi. Mana bir nechta sog'lom variantlar. Suluguni. To'la va murakkab uglevodlarga boy, qon shakarini muvozanatlashtiradi. Yangi meva va yong'oq qo'shing. Yogurt Parfait. Kam yog'li Yunon yogurti, meva va granola bilan, protein va probiotiklar manbai. Baliqli nonushta. Losos yoki skumbriya sendvichi yurak sog'ligini mustahkamlaydi. Smochi.
Ismaloq, banan, yong'oq suti va protein kukunidan tayyorlangan ichimlik, tez va foydali.